Yig'i yaxshi narsa. Erkak kishi yig'lamaydi, o'g'il bola yig'lamaydi deb bizada ko'p to'siqlar qo'yadi-da. U gaplarga qo'shilmang, yig'layvering. Hojiboy Tojiboyev aytganday, ayollar erkaklardan 10-15 yil ko'proq yashaydi. Ayollar yig'lagani uchun ko'proq yashaydi. Erkaklar dard alamni ichiga yutib, o'ziga o'zi azob bergan uchun ularni umri qisqa bo'ladi. Yig'lay olgan odam eng baxtli odam bo'ladi. Yig'lang. Men ham shunaqaman. Nafaqat qabrda, hayajondan ham yig'layveraman. Men birovdan uyalmayman ham. Qizini o'zga bir xonadonga kuzatib qo'yyapti-yu, ko'zining yoshini yashirishadi. Nimaga? Baralla bag'ringga qosib yig'la. Siz uzatganlar yig'ladingizmi? Sovchi kelganda